Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-yanvar 2026-yil haftani yakshanba kuni biz Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Hurmatli muxlislar, bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu yerda bozor bo'ladi. Mana bu komplekt yosh bolachalarning kiyimini ko'rsatamiz. Hozir narxlar bilan tanishamiz. Bu bozor shu ertalab 6 larda boshlanib, hozirgi vaqtlarda kunduzi 11 gacha bo'lyapti. Bu do'kon shu bozor tugaguncha ochiq bo'ladi. Bemalol navbatda sal kechroq qolsalar ham kelaverasizlar. Lekin vaqtliroq kelinglar bozorga. Bular nech pul bo'lyapti endi? Playdan boshlab Ismoil Jahongirgacha. Qaranglar, mana birinchi play deb qo'yganidan boshlab mana oxirgi Ismoilcha, Shungacha 35 ming. xo'p, mana bu joygacha 35 ming so'm ekan. Mana shular. Shu yerdan boshlab mana shu joygacha 35 ming so'm. Xo'p, endi mana tepa qatta nimachi? Konsertchasi bor. Xo'p, mana 1 2 3 40 ming so'mdan ekan. Xo'p, Mana shu to'ralasi 25 mingdan. mana shu 1 2 3 4 25 ming so'mdan ekan. Troyka bo'ladi va nachos bo'ladi. Bunisi 40 ming. Kashmir. Bular 40 ming so'mdan ekan. Kashmir. Bunisi 32 ming. Bunisi 32 ming so'm. Bunisi. Troyka bilan Xitoy xabar. Xo'p. Mana shu uchalasi Ha. 43 ming bo'ladi. Bular 43 ming so'mdan ekan. Bu necha yoshlarga tushadi o'zi bular? 2 yoshgacha. 2 yoshgacha tushar ekan. Mana 2 yosh, 4 yosh. 2 yosh, 4 yosh ekan. Qolgan hammasi 2 yoshgacha. Qolgani 2 yoshgacha deyapti. Endi shu oylikka yo'q-a sizda? Yo'q, oylikka yo'q. Bular hammasi 30 mingdan. Bular tepa qatorlar 30 ming so'mdan ekan. Pasammi? Bular ham 30 ming so'mdan. Bular necha yoshga tushadi? 2 yoshgacha. 2 yoshgacha ekan. Bular nech pul? Mana bular. Bu ham 30 ming so'm. Nima materiali qanaqa bo'lardi? Materiali hammasi palasa bor. Turk kabi, palasa. Interloy ham bormi? Xo'p, siz nomeringiz nechi? 91lik. Nomerlari 91lik. 201 02 27 ga aloqaga chiqaverasizlar. Tashqaridan ko'rsatib keldim hozir. Mana shular ham. Bular nech pul dedi? Ichkaridagi narsadan, ha? 40 ming so'm ekan. Donaga ham sotyapsizmi? Donaga ham shu narx ekan. Xullas, asosiy bu do'konda pachka sotiladi. O'sha tovarlari pachkada 2 ta, 4 ta, 10 ta ham bo'ladi ba'zilarda. Xullas shunaqa bo'ladi, kelaverasizlar. Ulgurji ko'proq olaman desalaring, mana Boboshbek bozorining nimasidan ichida joylashgan do'kondan ko'rsatdik.